Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilik, ya'ni birinchi etaj yashash uchun xonadon, ikkinchi etajda akalarimiz teplitsa qilishyapti ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Teplitsa qilsa bo'ladimi, yo'qmi deganlar kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Xo'sh, bu yerda ish sistemasi atapleniya qilishadi ekan. Xudo xolasa bir 2 oylarda bodring, qulpinay, undan tashqari pomidor ekishib, nima yetishtirib xalqimizga yetkazib berishar ekan. Mana bu yer hozir qirg'og'i profinasilda o'ralgan. Mana bu yer esa plyonka ekan. Xudo xolasa erta bahorga oqlik sarqiladigan, shtobi issiqda o'tkazilish uchun. Mana bular esa konteynerda profillari, o'zlari akalarimiz shunaqangi temir qorlar, firmalar to'qishib, xonadonlarda, maktablarda, o'quv markazlarida, zavod, fabrikalar tomlarini yopishib berishyapti. Xizmatlar bo'lsa butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverishadi. Temir qorlar firmalarimizga kelganmiz, narxi 130 ming so'mdan buyoq o'sha 400 ming so'mgacha har xil variantlarda bor. Ustakalarimiz ustaxonalarida ko'rsatib qo'yamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Bachqir qishlog'idan bo'lyapti.